O'zbekiston terma jamoasida o'ynagan paytim eslayman. Ko'p holatlarda biz rostdan qibrayda ovqatlanmasdan o'yinga tayyorgarlik ko'rish jarayonida bir marta bo'lsa ham rahbarlar qaysidir choyxonada osh tashkillashtirishardi va borib o'sha yerda jamoa bilan birga borib osh yeb o'yinga tayyorgarlik ko'rgan paytlarimiz ham bo'lgan. Lekin o'sha paytda ham baribir ovqatlanishga e'tibor qaratilardi. Endi ko'proq hozir nima desam ekan, shu ovqatlanish ratsion to'g'rilash bo'yicha futbolchiga yog'li mumkin emas, boshqacha yondashuv bo'lyapti. Lekin bizning paytda osh, somsa, shunaqa yog'li baquvvat ovqatlarda taqiq yo'q edi. Bir marta eslayman, o'sha Ubirajvega da Silva kelgandan keyin osh yeb qanaqangi o'yinga chiqiladi deb bitta ikkita o'yinga taqiq qo'yilgan. Lekin biz futbolistlar talab qilardik, oshsiz qiyin tushuntirganimizdan keyin o'zbeklarga foydasi yo'q ekanda, oshga ruxsat beringlar deb vrachlarga aytgan. Shundan keyin yana osh ratsionimizda paydo bo'lgan. Chunki oshsiz o'yinga tayyorgarlikni oldingi paytda tasavvur qilmaganmiz biz. Mana o'yin bo'ladi, o'yindan bir kun oldin albatta osh bo'lish kerak, sergo'sh, yog'li osh bo'lish kerak. Bu bizga xuddiki kuch bergandek mana shunaqangi holat bo'lardi. Hozir ko'p narsa o'zgarib ketdi. Lekin to'g'rimi, noto'g'rimi, o'sha paytda qandaydir futbolchilar baquvvatroq, mustahkamroq bo'lgan. 3 mahallab trenirovka bo'ladi. Men murabbiy bo'lganimdan keyin 2 mahal, 3 mahal trenirovka bersangiz ham charchadik, oyog'im og'riyapti. Bizda soatlab yugurtirishar. Ertalab 7 da birinchi mashg'ulot bo'lardi, 10 da yana mashg'ulot, peshindan keyin yana mashg'ulot. Bir kunda 3 mahaldan mashg'ulotlar bo'lgan paytlar bo'lgan. O'sha payt meni fikrimcha, balkim noto'g'ri, balkim agar o'sha payt ovqatlanish ratsioni yaxshilik, undanda baquvvatroq, kuchliroq o'ynagan bo'lishi mumkin edi. Lekin hozir ko'p narsa o'zgardi. Ovqatlanish ham o'sha paytdagi ko'p narsalar noto'g'ri qilib deb isbotlab berilyapti hozir.